2019-yılı 5. ayının 4. günü Belgiya ve Gollandiyadan kelgan bir türküm Şarkı Türkistanlıqlar Şarkı Türkistan uçur merkezinin qurguvchisi Abdujil Qarqash efendimni ziyorat qilib, Abdujil Qarqash efendimning 30 yildan buyon Şarkı Türkistan uchun qilgan xizmatlariga minnatdorlik bildirdi. Quruluş basqıçidagi Belgiya Şarkı Türkistan jamiyatining vakili Nejmiddin Sherif efendi ve Gollandiya yoshlaridan Ferdon, Dilavur, Tursunjon, Rabqat, Olimjon qatorliq 10dan ortiq kishi Şarkı Türkistan uçur merkezining yillardan beri qilayotgan xizmatlariga rahmat etdi. Ve Şarkı Türkistan uçur merkezidagi kichik bog'chida boshqa bir necha aktiv turk qo'llovchilar bilan birlikda dala kavpi ziyofatiga daxil bo'ldi. Vatanning xizmatini yolg'iz qilgan bo'lsa-mu, davomlashtirishda Abdujil Qarqash akamiz bir ulgu yaratib berdi. Har kuni uzilmasdan 6 tillik sinli xabar tarqatish yolg'iz odamga nisbatan oson xizmat emas deyishgan jamoat Uyg'urlarning siyosiy tarixi va navbatdagi imkon tadbirlari haqida bir kichik leksiya o'rlashtirgandan keyin Abdujil Qarqash efendimning xizmatiga rahmat barkat, tiniga salomatlik tilab ziyoratini tamomladi. Xitoy doiralarining Sharqi Turkistonga yuzlarcha yillik masjid va qabrni o'z ichiga olgan 33 diniy o'rinni butunlay yoki qisman chekib tashlaganligi ilgari surildi. Angliyaning Guardian va ochiq manba tadqiqot to'ri Billingcatning xabariga asoslanganda, Xitoyda Uyg'ur turklarining masjidlarining chekib etilganligiga munosabatlik yangi uchurlar qo'lga tushirilgan. Sunniy hamroh ko'rinishlari, rayon aholilari va xaridlantirish vositalariga tayinib, nuqta qilib bekitilgan 100 masjid va qabrning eng yangi ahvollari tekshirilgan. Tekshirish natijasida gumbaz va munarga o'xshash gavdalik alaydilikka ega 91 qurilishdan 31 masjid va 2 cho'ng qabrning 2016-2018 yillarda og'ir shaklda buzg'unchilikqa uchraganligi aniqlangan. Xitoy Savdo Ministerligi muavin bosh ministri Liu Hening Amerika doiralarining taklifiga binoan savdo suhbatini davomlashtirish uchun 9 va 10 may kunlari Amerikada ziyoratda bo'lganligini bildirdi. Amerikaning yuqori darajali savdo vakili Robert Lighthizer savdo suhbatining davomlashadiganligini va Xitoy vakillarining payshanba va juma kunlari Washingtonda ziyoratda bo'lganligini aytdi. Yana bir tarafdan Robert Lighthizer Xitoyning bir qism ahdnomalarda orqaga chekinganligini aytdi. Ve Xitoy mallarga baş o'stirish ishini juma kuni yo'lga qo'yishni planlayotganligini ta'kidladi. Iroq bosh ministri Adil Abdulhamidi Amerika energiya shirkati ExxonMobil ve Xitoy neft shirkati bilan 53 milliard dollarlik bir kelishim imzolashga tayyorlanayotganligini bildirdi. Iroq bosh ministri poytaxt Bag'dodda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida bu zo'r kelishim haqida bayonot berdi. U bu kelishimning 30 yillik bo'lganligini va bu jarayonda 400 milliard dollardan ortiq foydaga erishishni planlayotganligini aytdi. Eron tashqi ishlar ministri Muhammad Zarif Eron bilan Yevropa ittifoqining Amerikaning tek taraflik embargosiga qaramasdan Eron neftini setish va buningdan manfaatlanishni kafolatlantiradigan bir kelishim imzolashga tayyorlanayotganligini aytdi. Rossiya axborot agentligining ziyoratini qabul qilgan Zarif bu kelishim haqida to'xtalib, nurg'un davlat Eron bilan savdo qilishga tayyor. Eron bilan Yevropa ittifoqi Amerikaning tek taraflik embargosiga qaramasdan Eron neftini setish va buningdan manfaatlanishni kafolatlantiradigan bir kelishim imzolashga tayyorlanayotdi dedi.